Qo'rquv haqida gap ketganda, aynan biz qachon qo'rqamiz? Qachonki biz aslida Allohga ishonmasak qo'rqamiz. Allohga ishongan inson hech qachon qo'rqmaydi. Uning ichida shu qadar qattiq stержень turadiki, Allohga bo'lgan ishonch. U Allohni mana shu yerda his qilib turadi. Unga suyanib turadi. Ya'ni har qanaqa holat Allohda. Har qanaqa vaziyat undan. Qabul qilaman. Nimaki bo'lsa ham u haq deb tura olish. Lekin biz qachon qo'rqamiz? Qachonki o'tirib olib, o'zimizni mana ongimiz u o'ylab topgan o'sha fikrlarga yoki vaziyatga yoki ssenariyga ishonishni boshlaymiz. O'zimiz falon bo'lsa-chi, bolam bir o'zi piyoda borsa, yo'lda kimdirlar ushlab olsa, falon ketdi. Tugamaydi. Buni oxiri qanaqadir juda bir tragediya, qanaqadir bilmayman, tragedik filmga olib kelishi mumkin-da. Ya'ni ko'rganda ujus filmlarini o'zimizcha hayotimizga tatbiq qilmoqchi bo'lamiz-da. Mana shu narsa ham xavfli. Shuning uchun qo'rquv aslida qizlar bu Allohga bo'lgan ishonchsizlik.